Hammaga salomat bugungi videoda sizlar bilan Chaka YouTube akalar bugungi videoda sizlar bilan mana skinimni qaranglar, o'zim yaratib qo'yibman. Nima desanglar, men kreativ sotib oldim. Kreativ merdan olib turdim. Tekinga berib turdi. Hazırlashaman sotib oldim deb. Bu da sotib olib o'tirmaysan. Bu yoqda kechagi Lucky Block'ni ko'rgim kelyapti, lekin Lucky Block'dan hech nima ham qolmabdi. Kechagina ko'rib qaytdim. Yuringlar akalar, men kreativni maqtanaymi? Короче, bu yerda mana kim bor? Shiddat, men kreativ sotib oldim, zo'rmi? Mayli sotib olsam maqtanish kerak emas edi. O'zing bilasan. Dunyo kreativ sotib oldim deb qichqirgim kelyapti. Aytmoqchi, voy, bu yer bilinyapti. Bular o'smayapti. Uyimni almashtirib olaymi yo'q? Yoniga yana bitta qo'shaymi? Yoniga yana bitta qo'shaymi akalar? Stilli bo'lib turadi. Menda kreativ bor. Yoniga yana bitta qo'shaylik. O'shanda cho'tka bo'lib turadi. Kreativni foydalanib olayman. Bu yerni tekstlayveraman. Bunday ana hozir uydan olib o'tiramanmi? Bu yoqda boru deb maqtanaman. Lekin maqtangim kelmayotgan edi. Maqtanaveraylik. Oyog'im qichib ketdi. Chivin chaqqanmi? Pashsha deydimi? Nima deydi? Biz chivin deymiz. Chivin deyishga o'rganib qolganmiz. O'shaning uchun chivin deyman. Bilmadim sizlar nima deysizlar. Chivin deydiganlar bor bo'lsa, chivin deydiganlar bormi? Qani yozib ketinglar kommentga. Uzoqlaringizni qoldirib yetmay qopti-yu. Qo'shaveramiz. Hech nima bo'lmaydi. Oyog'im qichib ketdi, pashsha chaqirdi. Qani qayercha kep ketdi qilchaqqan. Aytmoqchi akalar, sizlarga bir yangiligim bor. Sizlarga yangilik yo'q, lekin bir so'roq qo'ymoqchi edim. Sizlarga Neymar yoqadimi, Mbappemi? Neymar yoqadimi? Qaysi futbolchi yoqishini yozib ketinglar kommentga. Bo'ldi. Menga Neymar yoqadi o'zimga. Sizlarga qaysi yoqishini so'rayman. Qanday blok qo'yib qo'ygan edim men? Boshingni ishla.
Qanday bu? Mana bunday blok qo'ydim. Bunday blok yo'q. Okay. Test işlayıp taşıyamız. Test işlep taşlasam oldu mu? YouTube'da ko'p qoldim, seviyor, tanlamaydi diye yutsin. Tekrar söyleme kopma. Video benim esimden çıkıp gitti. Ve bu videonun ters koyup kreatifini topşırış gerek hala. Kreatifini topşırın kemay turdu değil. Mayli hech nima ham ketmaydi. Sizlarga YouTube kanalini tavsiya qilish yoqadimi? Tavsiya qilsam ko'p odamlar tavsiya mayli. Ko'p odamlar tavsiya qilish, ya'ni reklama qilishni aytadi. Reklama qilishni aytishga, reklama qilmayman men. Reklama qilishga yarashmayman cho'ta. Короче, men reklama olishni xohlasanglar, reklama qil deb yozib ketsanglar, qilaman. Просто reklama o'zim kanalga o'zi ishlasin, o'zi ishlab, o'zi YouTube kanalini ko'tarsin deyapman-da men. Bo'lmaganda ishlab berar edim akalar. Mayli, ishlab bersam berarman, obuna bo'lganlarga ishlab beraman. Obuna bo'lib turib kanallaringizni nomlarini yozib ketinglar. Men sizlarga nima deydi? Kanalingizni reklama qilib beraman. Sizlarga tekin reklama, mayli obuna bo'lmay qo'yinglar. Tekin reklama qilib beraman, kanallaringizni yozib ketsangiz bo'ldi. Lekin nomingizni normal nomlar yozib qo'ymasa, nomlaringizga tushunmay o'tirmay yana. Ana va bo'ldi, bu normal shekilli. Buni bo'ladi, hisob qo'yaman. Test ederiz. Nasıl oldu? Bugungi videom shu bilan iborat edi akalar. Sizlar kanalimga obuna bo'lib, like bosib ketinglar. Men yangi skin yaratdim. O'sha skinni ko'rgingiz kelsa, kanalimga obuna bo'lib, ko'rgim kelyapti deb yozib ketinglar. Men bo'lsa sizlarga ko'rsataman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, keyingi videolarda ko'rsatib chiqishim mumkin.